TikTok yulduzi o'z qiyofasini qariyb $1 milliard ga sotdi. Kelib chiqishi senegallik Habi intellektual mulk huquqi bo'yicha $975 million bitim tuzdi. Bu haqda The News xabar berdi. Nashrning yozishicha, ushbu summa evaziga AQShning Rich Holdings kompaniyasi 3 yil muddatga blogerning intellektual mulkidan eksklyuziv foydalanish huquqini, jumladan uning sun'iy intellekt asosida raqamli nusxasini yaratish imkoniyatini qo'lga kiritgan. Muhim jihat shundaki, Habi to'lovni oddiy shaklda olmagan. Aksincha, u Rich Holdings kompaniyasining nazorat paketiga ega aksiyadoriga aylangan va shu tariqa ta'sir doirasi keng bo'lgan kontent yaratuvchidan korporativ o'yinchiga aylangan. Kompaniya prognozlariga ko'ra, Lemning auditoriyasi ijtimoiy tarmoqdagi savdoni faol rivojlantirish, litsenziyalash va sun'iy intellektdan foydalangan holda kontent yaratish orqali yiliga $4 milliard dan ortiq aylanma keltirishi mumkin. Bitim e'lon qilingandan so'ng moliya bozori darhol reaksiya bildirdi. Rich Holdings aksiyalari bir savdo kuni ichida 250% dan ko'proq oshgan.